Hammaga maqtanan men. Amir chiqmasa ham, Ayzada chiqmasa ham Adil chiqa beradi. Ko'p chiqadi Adilbegim deb. Enem telefonunu WhatsApp'ga qo'shib qo'ydik Ayzada. Amir, Adil, emek qilsanglar yaxshilar da bor. Xudo xolasa. Ayzada qanday? Yo'q, hozir mana telefonni Abdullah da telefon berdi. Ayzada? Baba. Ne oldu Ayzada? Yaxshi, yaxshi. Cho'chiwadingmi bu kech? Qo'ng'im o'xshab uyda Aynan, qo'rqbog'ila o ishtiga qo'ydi. Mayli. Cho'chisanlar tomog'ingga tang aytganda ko'tarib qo'y, bir-biringga suv sepib qo'yg'il o'rtoqlaringni. Ensicem qo'lda qo'y. Ensicem qo'lda qanday qilib suv ichib? Amirbek? Aynan, Amirbek, ha? O, yumqanda qo'lingiz traktor deganingda hozir atang aytib o'tiraman. Kichkinangda. Yana qo'lingiz traktor deganda. Qanday aytasiz? Adil. O'qishinglar yaxshi? Da, bolalarni chiqib turadi. Yaxshi. Bunlar tart qo'yadi. Qachon keldi? Aynan, barakalla. Ishingizga, o'qishingizga Allohim baraka bersin, umringizga. Katta atang meneningdi. Atanglar jo'natdilar umraga. Mana sizlar atangni umraga jo'natdinglar, azamat. Sada qo'yinglar. Adilbek, Amirbek, Allah razı olsun. Ne olsa seleri şarafatına. Biz hammaga turgunbay. Balları jo'natdi. O'qib jatadi, ishlab jatadi, vaqtlanib yuramiz. Aynan ayında. Tapqan taqanlarga Allohim baraka bersin. Yo'q, kishilar suv ichgan o'xshaymi? Atangni ko'rib suyunib kech. Suv ichgan o'xshaydi. Barib kutib olib keldik aeroportdan. Ayzadasi bu, ko'zlaring baqirangdab, sada qo'ying desa. Qon o'xshayib pichir. Ne svet yo'q bu? Anamda-mi? Mayli, qo'rqma, yaxshi bo'ladi. Xalasa yaxshi bo'ladi. Kechay bor. Amirtay, qachon kelasizlar? Kiming birinchi kelasizlar? Amirbek, Adilbek. Kelmaydi ular. Amir menen telefonga ilash kerak-da endi. Telefon o'qam, qo'ying bir qilay. Amir Şaşman edi. Şaşma turuyorum. telefonum qachon bitdi? Ne deydi? Telefonum qachon bitdi? Uylanishlar da xalasa kuzda. Hadi keler okusunlar. Sizlar kesin. Leylekten lav gelin. 30 yaşında evlenecek. O katta Bana gereği yok. Voy. Amirbek. Apa. O leylekten bitta kelin tayinlab turib, mal qaray turgan. Qo'ydi ko'baytlarni saray salarsın mana yoqqa. Tushundingmi? Sıyır saya turgan kelin olib kelamiz. Zo'r, polvon. Amirga jag'at o'sha. Olavmi? Ha. O'zingga o'xshashroq, bo'yi ham yig'diroq. Men shu Amirbek shuni yaxshi ko'radi, zarur deb nima qilib qo'yib yuraman-da. Daryoning bo'yida uyi. Kimni qizini aytasiz? Yo'q, men qiz bo'lyapti. Eng yaxshi. Mayli yavrum. Ha, Amir Rasa yaxshi qizda. Adilbek Amarqandan pochutni beresing-da. Başınday oğlum. Yaxshi o'qinglarni o'qib, yaxshi ishlab, baquvvat, ovqatni katta qilinglar. Yaxshi durginglar oğlum. Dalada. Ha, barakallah. Xudo xolasa. O, kichkina o'g'illarda bor o'ynab yurgan jelinglarda o'sha yerlarga borasizlar, xudo xolasa kelsanglar. Beraylar. Ayzada varıp ko'rib keldi. Anan o'sha yerdan duoni berib jo'natdik Ayzadani. Kecha jotdi uyda. Toza sog'ingan ekan biz Ayzadani. To'lashibsizlar-da toza. Bu o'nsilik. Ayzadaxon. Sivet yo'qmi sivetingiz? Sivetingiz yo'qmi?
Maylı şeriklerim menен. Mayli baldarım. Жақсы жүргүлө ya. Amirbek, Adilbek, Ayzada. Ата, мен азыр ишке кетип калышым керек эле. Каттамай бир дуа берип койсуң бизге. Ке. Ana bir dua verin. Amin. Elhamdülillah. Oturayım da hiç. O Allah'ım. Şu Fet memlekette okuyatkan Amirbegime, Adilbegime, Ayzada Xan'a daim den sağlık bergin. Beni saat kılın. Amin. Aman esen ata-enesiga, yeli jeriga qaytıp gelişe ağzol bergin Allah'ım. Sabaklarıga, işleriga daim iyilikler bolsun. Tığın aman жүрсүн, saq boğra özüңөрgө den sonuңa çıң bolsun. Tığın aman yaxşı iyiliklerdi alıp aman esen kelgin ata-enege. Amin. Allahu akbar. Allah kollasın ya. Allahu akbar. Amin. Enendin номеринде балам бактына жөнөтүп коюңуздар. Maylı jönötüp koyam ha. WhatsApp'ta işlettik. Belki eski telefonda ünetip koyduk.